Yo, buni qarada. Shaxsan men 70-80% o'zbek kinolarida va основной mazgayob qaynonalarni ko'rganman. Eng qizig'i u kinolarda ular rol o'ynamagan ekan ba'zilari. Ular real hayotda ham shunaqa kirdi chiqdi ekan olasini. 18-20 yil ota-onangning uyida erkak qiz bo'lib yashading. Всё, хватит. O'sha kelin bo'lgandan keyin qaynona-qaynotani xizmatini qilishga majbursan degan gaplar qulog'imga chalindi. Birinchidan давайте bitta narsaga oydinlik kiritamiz. Hech qaysi bir qiz uchun erini ota-onasiga bir piyola suv yoki bir kosa ovqatini berish zapatul emas. Bu narsani sevib qiladi, lekin doimiy ravishda ko'rsatayotgan marhamatini, doimiy ravishda qilayotgan yaxshiligini bir majburiyat olarak qabul qilsangiz yoki bir должностьda uni bo'yiga osib qo'ysangiz, tipa har kuni qilishga majbursan. Menga shu narsani qilishga majbursan. Bir kunda menimcha mahal mana qilasan desangiz agar, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham qilgisi kelmaydi. Chunki bu uni vazifasi emas. U shunchaki marhamatidan, sizga bo'lgan hurmatidan qilayotgandir. Hech o'ylab ko'rmadingizmi shu narsani? Biz nimaga unda kelin oldik? Nega xizmatimizni qilmas ekan? Deyotgan bo'lsangiz agar, men sizga javob beray. Chunki dinimizda shunaqa yozilgan. Bizani Qur'oni Karimda yozilganki, kelin erini ota-onasiga xizmat qilishga должен emas deb yozilgan. Yoki sizning Qur'onlaringiz dinnikidan daha ustunmi? O'zingizni daha yuksak ko'rasizmi? Ha? Keyin 18-20 yil hamma qizlar ham ota-onasining uyida erkatoy bo'lgan degan bitta fakt yo'q. Lekin sizning o'g'lingiz %100 erkatoy bo'lgan. Chunki o'g'ilda, chuchuchasi tillodan-ku. Lekin qarang, erkatoy bo'lgan taqdirda ham u kelin bo'lib kelgandan keyin o'sha erkatoyligi tugaydi. Ya'ni uniki всего lишь 18-20 yil ekan. Lekin sizning o'g'lingizgacha uniki tugamaydi-ku. O'sha erkatoy uyda tug'ildi, o'sha yerda qolib ketadi, ya'ni. U joyini almashmaydi, uncha ishni almashmaydi-ku. Dimi? Ya, nohaqlik emasmi bu ya? Undan ijarada yashashsin, yiqilib ket uyimdan deydigan bo'lsangiz agar, bizahmet chiqib ketsin. Ya, bizahmet. Qornim och, qulog'im to'q deb kayf qilib yashashadi, bilasizlarmi? Вот, kстати, отдельно yashaydigan yosh oilalarda ajrim kamroq bo'ladi. Oila nimaga buzilib ketadi? Oilaga 3-shaxs qo'shilganda. Kelin sizga ishtima qilishga majbur emas, lekin siz o'g'lingizga nasliyatga qoldirishga majbursiz. Ya'ni patar-putur tug'ishga yarasha bir unga yaxshi ilm berish kerak edimi? Yaxshi ish joyiga qo'yish kerak, yaxshi daromadli. Agar yaxshi daromadli bo'lmasa, agar qanaqa qilib qaysi yuz bilan o'g'lim meniki tilladan bo'lgan deb tili 3 metr qilib kelin tarafi yerga urib gapirasizlar. Ya o'g'lim deb kerilishga yarasha bir normalniy daromadli bo'lsin, demi? Agar normalniy daromadli bo'lsa agar ular arendaga ko'p qolishmaydi, maksimum 1 yil, 2 yil keyin o'zini uyini sotib olib chiqib ketadi, ani o'g'lingiz shu stiri bo'lsa. Yani в чем проблема? Я не понимаю.